Vətənsizlikdən tug'ilgan o'ylar. Manbasi Yoshlar ovozi to'ridan. Vatan u mangulik naqsha. Vatan u mangulik tema. Vatan u muqaddas aqida. U iqib tugamaydigan qurmas buloq. Biroq vatansizlik bo'lsa dünyadaki en yaman ösme kesel. Şuna Adil Tuniyaz, meyli tur Parij'nin güzeli bilen, yanılı özünün emestek külken, əsleysen nem kılıp kol yağılıqını, vatanda derdin mu, özünün derdi, vatanda jıgan mu, öz tilin bilen, degen mısralarını kaldırgan. Bir Uyghur farzandi dünyanın nari qilib basun, vatanni boshqa har qandaq biridan o'ta sig'inadi. Bizni sig'indirgan faqat kavab bilan lag'malla emas, bizdagi kasbchanlikni, o'mlikni o'ziga asos qilgan shundaq mo'l madaniyat boshqa yerlarda oson tepilmag'achqila vatanni har qandaq biridan oldirib sig'inamiz. Meyli bizdeki issiq xarakter bizni boshqalar bilan tezli yaqin qilib zeriktirmasinmi, yanala vatanni sevganimiz. Lekin bizning vatanimiz bormi? Vatanimiz qani? Öz vatanida vatansiz yashagandan, meningcha vatan sirtida, yot ellarda vatansiz yashagan yaxshiroq deb o'ylaydiganlar bo'lishi mumkin. Chunki rahmatlik Abduqodir Dammallı efendi, yurtinglarni tashlab chiqib ketinglar, bilishinglar kerakki, suv ko'lda uzun turib qolganlik uchun sesib ketadi degan ekan. Vatandan ayrilgan shu vaqtlarda hammamizdan nima uchun ayrilganlik nishoni bo'lgan bo'lishi aniq. Eng bo'lmaganda bizning ota-bobolarimizda bo'lgandir. Shu shirin armonlar. Ashu shirin armonlar. Hammamiz ko'rdik chat elni. Ko'zimizga tunji bo'lib cheliqqan nima bo'ldi shu yerlarda? Uyg'ursiz turmush, Uyg'ur purig'i bo'lmagan, ta'mi yo'q tamoqlar, parvasiz qarashlar, vataningga qaytib ket degandek kamsitishlar, shivirlashlar, olishlar, olmayishlar. İşqilib biz o'ylamagan manziralar shundaqmi emasmi? Lekin bu yerda yashash jarayonida, bilim elish jarayonida sizlarda qandoq o'y fikrlar yetildi bunisi menga ma'lum. Biladiganim hammamiz yoq yurtlarda o'z vatanimizni, o'z vatanida vatansiz yashayotgan qarindoshlarimizni har minut sig'indik, har minut asladik, har kuni yodlab turdik. Xuddi Abdurahim O'tkirning yurtim qoldi degan she'rda aytilgan mo'no misralarda. Cho'llar ara g'erib boshim, ko'rinmaydi ko'zda yoshim, qiyomatlik qarindoshim, ko'yim jonim do'stlar qoldi. Qoldi yurtim, qoldi taxtim, qoldi mening hur jannatim. Yavu qulda qara baxtim, altın büşük yurtum qaldı. Ürümçi ko'chalarda, qavaqlarda, diskoxonalarda o'ynab yurganlar endi o'ynamas bo'ldi. Qashqar maydonlarida tamakini qing'ir tishlab, o'tgan kechganga chaqchaq qilib, qarag'inga go'liyib, yoki oliyib, urib yurgan no'chilar endi kammasga ketdi. G'ulji ko'chalarda, daryo bo'ylarida aroq ichib, olatog'il tovlaydigan naqshlarning quyrug'ini qum bosdi. Hammamizda birli yurak vatan uchun, millat uchun so'qqan birli yurak qayta o'zini topdi, bixlandi. Mana bu chet elning g'alabasi. Mana bu chet elning bizga bagini va ugatgani. Navada undaq bo'lmagan bo'lsa, biz mag'lubiyatchi, asi bo'lamiz albatta. Bizda tafakkur etildi. Yangicha tafakkur etildi. Bilimning kuch ekanligini bildik.
pulning, huquqning qudratini tonib yetdik. Mana bu bizning erishganlarimiz. Endi gap zodi nima uchun shundaqqa javob izlash. Bovam deb bergan mavu gaplar yelim esimda. Sharqiy Turkiston armiyasi bar vaqtdagi askarlarning baturligi, jasorati. Atdigan urush boshlanishdan burun general Uyg'ur askarlarga vaqirab shundaq dedi. Mening jangchilarim, bilaman, sizlar intayin batur, ammo qo'rqyapsizlar. Chunki sizlar titrayatsizlar. Lekin sizlar dushmaninglardan emas, balki Allohdan qo'rqishinglar kerak. Askarlar generalga qarab vaqirab turib shundaq dedi. Biz dushmandan emas, balki atdiganning havası soğuk bo'lganligi uchunla azroq titrayapmiz. Biz nima uchun titrayapmiz? Biz vatandagi qarindoshlarimizdan ansiraymiz. Shunga biz vatan uchun kurash qilmaymiz. Ulardan ansirab turibmi kurash qilmaymiz. Lekin biz yana shuni his qilmaymiz. Mayli biz vatan uchun kurash qilayli yoki qilmayli, Xitoy yanala Uyg'urni yo'qotyapti. Kundi yo'qotyapti. Kechi kunduz yo'qotyapti. Chunki Uyg'ur atliq bu millatni tüp yıldızdan, yer şaridan yo'qotish bu Xitoyning razil planlarining birisi. Biz siyosiy filosofiyani bir tarafga qayirib qo'yib turib, buningga qarab baqaylik. Bir yilda 10 mingdan ortiq Xitoy Sharqiy Turkistonga eqib kiradi. Burun vatanimizdagi Xitoylarning nufusi 4% bo'lsa, hozir 50% mushundaq sur'atda ko'paysa, aqibati qandoq bo'lar? Endi qolgan hisobotni aqlliq azizlar o'zingiz qiling. Oxirda Ablikim Baqi Eltabirning qalbimda alam bar, qo'limda qalam degan she'rini sizlar bilan o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Diqqat bilan anglag'aysizlar. Qalbimda alam bar, qo'limda qalam, shuhrati dostandek o'llar naslimdir. Dunyoni titratgan Turan aslimdir. Pak Sharqiy Turkiston ana vaslimdir. Hur azat zamonlar oltin paslimdir. Qalbimda alam bar, qo'limda qalam. Ot selib janglarda atam Oğuzxan, düşmanning ko'ziga mixta qadalgan, el elib shahar selib palvon atalgan, ko'k bo'ra tug'lari elga qadalgan, qalbimda alam bar, qo'limda qalam. Sultanim sutuqdir, muslim bo'lg'inim, Allah'dan iman ep g'olib tug'ildim. Zulfiqar asıda üstüm çoğ buldum, ne kısmet akibat yavgı tutuldum. Kalbimde alam bar, kolumda kalem. Keni şu ecdatlar kurgan şehirler, altındaki sahibi açkan esirler, Kaşgarlık Mahmudlar yaygan tesirler, Yusuf Has Hacibdek alim nesiller. Kalbimde alam bar, kolumda kalem. Qancha rat baxtimga echildi chechak, Yoqub bek yiqildi, yirtildi yurak. Bosh vakil Sovetga chiqmadi yo'lak, Elixon to'ramni yo'q qildi palak. Qalbimda alam bar, qo'limda qalam. Zarılnar Allah'a imanım dilim, zulmetlik zulümden kesildi tilim, iblisler derdide boğuldu gelim, mükçeydi tağ kabi cebirdin belim, kalbimde elem var, kolumda kalem. Akudu kan yaşlar kara közümdin, kesildim paltada sepi üzümdin, ketmeydi ahanet töhmet yüzümdin, Velikin qaytmadim qasam sözümdin, qalbimda iman bar, qo'limda qalam. Yalqunjar qisas chiqar yurak cho'g kabi,
titraydi vücudum mudhish cho'g' kabi. G'azabdan qonlarim aqar sel kabi. Chaqnaydi ko'kda ay yulduz tug' kabi. Qalbimda iymon bor, qo'limda qalam. Uyg'urman, el qatar yashash haqqim bor. Istiqlol alg'udak turqi tarqim bor. Jaholat mahkumdin osmon farqim bor. Olamda dushmandan ustun narqim bor. Qalbimda iymon bor, qo'limda qalam. Qalbimdan tug'ular nola zar faryod. Tug'ular g'azab ham kurashjon avlod. Qalamning kuchidan umidim shamshod. Ta'limim qurolim dushmanim faryod. Qalbimda iymon bor, qo'limda qalam. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.